Assalomu alaykum. Mashg'ulotimiz mavzusi zamonaviy axborot texnologiyalarining tizimli dasturiy ta'minotiga bag'ishlangan. Kompyuterda raqamli shaklda saqlanadigan va qayta ishlanadigan axborotlar ma'lumotlar deyiladi. Ma'lumotlar odatda kompyuter xotirasida raqamli shaklda 0-1lardan iborat ko'rinishda saqlanadi. Qayta ishlash jarayonida kompyuter tomonidan bajariladigan buyruqlar ketma-ketligi dastur deyiladi va bunday dasturlar muayyan dasturlash tillari yordamida ishlab chiqilib sozlanadi va tayyor holga keltiriladi. Agar dasturiy vosita haqida gapiradigan bo'lsak, dasturiy vositalar kompyuter tizimining apparat qurilmalari tomonidan kerakli amallarni bajarishga va kompyuterni jonlantirishga majburlaydigan dasturlar to'plami deb qarash mumkin. Dasturiy ta'minot ingliz tilida software deb nomlanadi. Qisqacha dasturiy ta'minot kompyuter bilan foydalanuvchi o'rtasidagi muloqotni unumli tashkil etish uchun ishlatiladigan dasturlar to'plami. Agar dasturiy ta'minotni biz tasniflashga harakat qiladigan bo'lsak, ularni 3 ta turga ajratish mumkin. Tizimli dasturiy ta'minot, amaliy dasturiy ta'minot, uskunaviy dasturiy ta'minotga ajratish mumkin. Birinchi mashg'ulotimizda ham ko'rgan edik. Va tizimli dasturiy ta'minot o'z navbatida BIOS, ya'ni Basic Input Output System so'zidan olingan kiritish va chiqarishning bazaviy tizimi hisoblanadi. Qisqacha bo'lgan dastur bu operatsion tizim yuklovchi dasturi, qurilmalar drayverlari va albatta muhim dasturiy ta'minotlardan biri bo'lgan operatsion tizim va operatsion tizimga xizmat ko'rsatuvchi turli xil utilita dasturlarini ajratib o'tishimiz mumkin. Amaliy dasturiy ta'minotga keladigan bo'lsak, bu umumiy foydalanish uchun mo'ljallangan, ishlab chiqilgan tayyor dasturlar. Amaliy dasturlar paketi, bu Office paketi bo'lishi mumkin. Ma'lum sohada, muayyan sohada ishlatiladigan dasturlar paketi tayyor holda ishlatish uchun mo'ljallangan va foydalanuvchi o'zi tomonidan yaratilgan amaliy dasturlar ham amaliy dasturiy ta'minotga kiradi. Uskunaviy dasturiy ta'minotga keladigan bo'lsak, bu tizimli dasturiy ta'minot ham, amaliy dasturlar ta'minoti ham mana shu uskunaviy dasturiy ta'minot yordamida ishlab chiqiladigan dasturlardir. Ular dasturlash tizimlari, hozirgi kunda 3000 dan ortiq dasturlash tizimlari mavjud, ishlab chiqilgan. Xizmat doirasida foydalanilgan ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari ham unda dasturlash imkoniyatiga ega bo'lgan ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari ham uskunaviy dasturiy ta'minot tarkibiga kiritilishi mumkin. Agar biz tizimli dasturiy ta'minot haqida gapiradigan bo'lsak, tizimli dasturiy ta'minot protsessor, operativ xotira, kiritish, chiqarish qurilmalari, tarmoq uskunalari va kompyuter tizimining boshqa komponentlarini samarali boshqarishni ta'minlaydigan dasturlar to'plamini tushunamiz. Va hozirgi kunda eng muhim komponentlardan biri dasturiy ta'minotdagi, tizimli dasturiy ta'minotga tegishli bo'lgan bu operatsion tizimlar. Operatsion tizimlar turli xil kompaniyalar tomonidan ishlab chiqilgan. Mana rasmda ko'rib turganimizdek, Windows operatsion tizimi logotipi, Linux operatsion tizimi, hamda Mac OS operatsion tizimi hamda mobil qurilmalar uchun ishlab chiqilgan, mobil telefonlar uchun, smartfonlar uchun ishlab chiqilgan iOS operatsion tizimi keltirilgan. Agar biz BIOS kiritish chiqarishning bazaviy tizimi haqida gapiradigan bo'lsak, bu yarim doimiy xotiraga tikib qo'yilgan dasturlar to'plami. Bu o'sha kompyuter ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan yaratiladi. BIOS dasturlari kiritib qo'yiladi ultrafiolet nurlar yordamida, maxsus texnologiya yordamida va bu BIOS tizimidagi dasturlar umuman o'chib ketmaydi. Va operatsion tizim yuklovchi dasturi unchalik katta bo'lmagan hajmi jihatdan odatda kompyuterga kuchlanish berilishi bilan o'sha zahoti operatsion tizimning tashkil etuvchilari tezkor xotiraga o'qib yuklashdan iborat. Mana shu foydalanuvchi bilan muloqot qilishning zarur vositalarini ta'minlab beradi va bu operatsion tizim yuklovchi dasturi o'sha kompyuterda saqlanayotgan SMOS xotirada saqlanayotgan parametrlarni o'qib, unga qarab operatsion tizimni yuklash, qaysi qurilmadan amalga oshirilishi kerakligi haqida ma'lumotlarni bilib, shunga qarab operatsion tizim yadrosini yuklab xotiraga tayyorlab beradi va bu orqali operatsion tizim ishga tushiriladi. Qurilmalar drayverlariga keladigan bo'lsak, operatsion tizimning BIOS kiritish, chiqarish qurilmalarini ishini to'ldiruvchi va yangi qurilmalarning ishini ta'minlovchi maxsus dasturlardir. Har bitta kompyuterga ulangan qurilmalar o'z navbatida mana shu driver dasturi bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. Misol uchun printer drayveri, klaviatura drayveri yoki bo'lmasam tashqi xotira qurilmasi, Winchester drayveri va hokazolar. Xizmatchi dasturlar mavjud. Bu operatsion tizimga xizmat ko'rsatadigan dasturlar, servis dasturlar deyiladi.
Bular sirasiga fayl dispetcherlari yoki fayl menejerlari, ma'lumotlarni zichlab siqish uchun ishlatiladigan arxivator dasturlari, ko'rish va ijro etish uchun mo'ljallangan vositalar, tizimda ma'lum bir sozlash ishlarini yoki bo'lmasa ma'lum bir parametrlarni tashxislash uchun ishlatiladigan diagnostika vositalari, nazorat qilish vositalari, monitoring tizimlari dasturlari, o'rnatish monitorlari va kommunikatsiya aloqa vositalari, o'sha tizimni tashqi muhit bilan bog'lashda ishlatiladigan dasturiy vositalar va albatta tizim xavfsizligini ta'minlashda ishlatiladigan xavfsizlik vositalariga ajraladi. Alohida ko'radigan bo'lsak, fayl dispetcherlari, bular yordamida kompyuter tizimida yaratiladigan fayl tizimi, ularga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq fayllarni nusxalash, ko'chirish, nomini o'zgartirish yoki bo'lmasa papkalar yaratish, fayllar va kataloglarni o'chirish, umuman olganda fayl va papkalar ustida amallar bajarish, shu bilan birgalikda fayl tizimida strukturaga ma'lum bir kerakli boshqarish ma'lumotlarni yuritish uchun ishlatiladigan dasturlar. Bular sirasiga mana rasmda ko'rinib turgan fayl dispetcherlarni keltirish mumkin. Shu jumladan arxivator dasturlari, bular juda katta ahamiyatga ega, sababi katta hajmdagi ma'lumotlarni siqib, zichlashtirib joylashtirish imkonini beradigan mana WinRAR arxivator dasturi, 7zip arxivator dasturi yoki WinZip arxivator va shunga o'xshash ko'plab yana boshqa arxivator dasturlarini keltirish mumkin. Tashxislash vositalariga keladigan bo'lsak, bular dasturiy ta'minot va apparat diagnostikasi jarayonlarini avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan. Misol uchun rasmda ko'rib turganimizdek, disklar bilan ishlashda diskga xotira sig'imi qanchalik bo'shligini, qanchasi bandligini tashxislab ko'rishimiz mumkin. Shu jumladan diskda optimallashtirish, defragmentatsiya jarayonlarini ishga tushirish mumkin. Arxivator dasturlari va antivirus dasturlari yordamida tizimda mavjud bo'lgan zarar yetkazuvchi dasturlar, viruslarni aniqlash, kommunikatsiya vositalari yordamida ma'lum bir tarmoq bilan ishlash texnologiyalarini, parametrlarni sozlash imkoniyatlari mavjud bo'ladi. Operatsion tizimlar va ularning turlariga keladigan bo'lsak, operatsion tizim odatda quyidagi xossalarga ega bo'lishi kerak. Albatta har qanday operatsion tizim ishonchli ishlashi kerak. O'z-o'zini himoyalanganlik qobiliyatiga ega bo'lishi kerak, foydalanish uchun qulay bo'lishi kerak va turli xil masalalarni yechishda samara berishi kerak, moslashuvchan bo'lishi kerak. Muhitga, misol uchun operatsion tizimlarni planshet kompyuterlar uchun yoki bo'lmasam statsionar kompyuterlar uchun, mobil kompyuterlar uchun ham moslashtirilgan holati bo'lishi kerak va albatta operatsion tizim interfeysidagi berilgan ma'lumotlar foydalanuvchiga tushunarli bo'lishi kerak. Albatta operatsion tizim qotib qolmagan, bu albatta har doim kengaytirish qobiliyatiga ega bo'lib, kengaytirilgan yangi versiyalari tarqatilish xususiyatiga ega bo'lishi mumkin. Va litsenziya turiga qarab operatsion tizimlarni quyidagi turlarga ajratish mumkin. O'rganish va tahrirlash mumkin bo'lgan ochiq kodli operatsion tizimlar, bular bepul tarqatiladigan operatsion tizimlar, ma'lum bir mualliflik huquqi egasi bo'lgan, bog'langan litsenziya asosida pulga tarqatiladigan yopiq kodli operatsion tizimlar va qurilmalar turiga qarab operatsion tizimlarni 3 ta turga ajratish mumkin. Bu alohida kompyuterlar uchun, serverlar uchun mo'ljallangan operatsion tizimlar, mobil qurilmalar uchun yaratilgan operatsion tizimlar va robotlar, bankomatlar, maishiy texnika asboblari boshqarishda ishlatiladigan operatsion tizimlar bo'lishi mumkin. Va bugungi kunda keng tarqalgan kompyuter va serverlar uchun ishlatiladigan operatsion tizimlar sirasiga Windows operatsion tizimining har xil versiyalari, Unix operatsion tizimi, Linux operatsion tizimi, ayniqsa hozirgi paytda server kompyuterlar uchun Linux operatsion tizimi qulay bo'lmoqda, sababi ochiq kodli bo'lgani uchun uni tarmoq bo'yicha ishlash parametrlarini oson sozlash mumkin va tarmoq administratori o'ziga moslashtirib, uni parametrlarini sozlashi mumkin. Microsoft Windows operatsion tizimiga keladigan bo'lsak, bu Windows operatsion tizimi Microsoft korporatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan, ko'plab versiyalari hozirgi kunda mana ishlatiladigan versiyalari Windows 11, Windows 10 hozir mana e'lon qilishdi 2025-yilda Windows 12 operatsion tizimi taqdimoti bo'lishi. Linux operatsion tizimi Finlandiyalik talaba Linus Torvalds tomonidan Unix operatsion tizimi asosida 81-yilda ishlab chiqilgan. Ushbu operatsion tizim ochiq kodli bo'lib, unda tizim yadro dasturlari kodlarini o'zgartirish va moslashtirib tarqatish mumkin. Mac OS operatsion tizimi Apple kompaniyasi tomonidan yaratilgan operatsion tizim hisoblanadi. U barcha yangi Macintosh yoki Mac asosidagi kompyuterlarda oldindan o'rnatilib tarqatilishi mumkin. Ushbu operatsion tizimning so'nggi versiyalari
yaratilgan va mana rasmda ko'rib turganimizdek macOS operatsion tizimida interfeys oynasi tasvirlangan. Mobil operatsion tizimlar uchun bu mobil telefonlar, smartfonlar, planshet, kompyuterlar va MP3 playerlar kabi mobil qurilmalar uchun ishlab chiqilgan turli xil mobil operatsion tizimlarni ishlatish mumkin. Bular sirasiga iOS operatsion tizimi, Windows Mobile operatsion tizimi, BlackBerry operatsion tizimi va Google Android kabi maxsus ishlab chiqilgan operatsion tizimlarni ko'rishimiz mumkin. Hozirgi vaqtda dunyoda eng mashhur mobil operatsion tizimlardan biri bu Android tizimidir. Va mana analitik markazlar tomonidan so'rovlar o'tkazilgan. Misol uchun AVG kompaniyasi tomonidan, avstraliyalik kompaniya tomonidan so'rov o'tkazilganda, siz asosan qaysi ish stoli operatsion tizimidan foydalanasiz degan so'rovga javoblar quyidagicha bo'lgan. Eng ko'p foydalanuvchilar bular Windows 10 operatsion tizimi foydalanuvchilari, bunda keyingi o'rinda Windows 11 operatsion tizimlari, keyingi o'rinlarda mana shu qolgan Linux operatsion tizimi, macOS operatsion tizimlari va qaysi mobil operatsion tizimdan foydalanasiz degan savolga respondentlarning bergan javoblari asosan ko'pchilik mana Android operatsion tizimidan foydalanishlarini e'tirof etganlar. Keyingi o'rinda Apple kompaniyasining iOS operatsion tizimidan foydalanish ko'zda tutilgan va boshqa operatsion tizimlar ham qo'llanishi e'tirof etilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.